Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2025-yili 8-oyning 9-kuni shanba. 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videoni hozir boshlayman. Ko'ngillardek men bugun uyda emas, bir do'stimning uyida bir safarga chiqqan do'stimiz bilan hozir safar biroz davomlashadi. Bugun uyda bo'lmag'achqa bugungi program qisqaroq bo'ladi. Lekin ikkinchi telefonimni akamoqdaman men Zumrat Davud singlimizniki videolarni ko'rsatadigan. Shunga umu bugun yo'qib qoldi. Lekin mikrofonimni akamoqdaman, shunga bevosita so'zlayapman. Ovozi burunga qaraganda sal bo'shaq chiqib qolishi mumkin. Ab qilishni so'rayman. Bugun yana jami 6 mazmun bor. Uniki birinchisi Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlarniki xabari. Yaqinda ko'rganinglardek biz chiqarayotgan Uyg'urlar degan tor jurnalniki 67-soni yaqinda to'g'ri chiqarildi, to'g'ri chiqardik. Bu sonundan foydalaninglar, o'zinglar, andan keyin tarqib qo'yinglar. Bu ishni qilayotgan qarindoshlar intayin ko'p javob chekib qilyotdi. Andan keyin o'tgan sizlarga bir Uyg'ur maktabiga va bolalar yaslisiga yordam qilish to'g'riliq bir chaqiriq qilgan. O'tganki qatimliq videoda bunga yordam beradigan odam chiqmaganligini degandim. Bir Amerikadagi bir qarindoshimiz ozroq pul yoni qildi yasliga. Pulni yetkazib bo'lmadim, endi yetkazman. Bu Amerikadagi qarindoshimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman Uyg'ur Project fondiga vakolatan. Andan keyin yaqinda Uyg'ur yoshlarining ichidagi aktiv yoshlarımızdan Muattar İliqut degan singlimiz bizga kelib bizni yo'qlab ketdi. Bu singlimiz burun Norvegiyada o'qigan, shu yerda o'qishlarni bitirib, magistr o'qishlarini bitirib, undan keyin Amerikaga kelgan, hozir Amerikada yashaydi. Undan keyin Amonlarga tunishib bo'lgan Istanbuldagi doktor Maqbirat Kamal singlimiz yaqinda bizga kelib bizni yo'qlab ketdi. Bu singlimiz Uyg'ur Akademiyasıniki Türkiye şöbesiniki sabiq raisi bo'ladi. Hamda Uyg'ur Akademiyasıniki nurg'un video programlarga sahip ham bo'lib, boshqa bo'lib ishlagan, uni bilasizlar. O'zimiz bizni bir kep yo'qolib ketdi. Ulardan aytib suyundik. Ularga rahmat aytaman. Ondan keyin yaqinki chet eldagi Uyg'urlarning ichidagi bir cho'ngroq xabar Avustraliya Uyg'ur Tangritog' ayollar jamiyati Avustraliyadagi Kmart deb atiladigan bir cho'ng soda do'koni bor. Ular zanjirsimon do'kon hamiyada bor, Amerikada bor. Mushu Uyg'ur tashkiloti mushu do'konning ustidan arz sundi. Sababi bu do'konda sotilayotgan mollarniki bir qismini Uyg'ur qul ishchilari va majburiy emgak ishchilari ishlab chiqargan. Mushu yoqda Ersundi bu ish Avustraliyaning o'zida intayin cho'ng xabar bo'lib, cho'ng medialarniki hammasiga chiqib ketdi yaqinda. Bu Uyg'ur siyosiy davosida ilingan bir intayin muhim qadam. Bu hammamizni xush qiladi. Undan boshqa Amerikadagi ikki senator, uning birisi Dan Sullivan degan kishi Arkansas'daki Cumhuriyetçi Partiya senatori, yana birisi Chris Simmons degan kishi, bu New Jersey degan shtatniki Cumhuriyetçi senat a'zosi. Bu ikkilan birlikda Uyg'urlar haqida bir qonun loyihasini o'tirib chiqadi. Bu qonun loyihasiniki ismi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur jazosizniki majburiyatli jazosini qilganlarni majburiyat mas'uliyatga tortish haqidagi qonun loyihasi. O'sha irqiy qirg'inchilikni qilganlarni mas'uliyatini surishtir qilish, ularni mas'uliyatga tortish haqidagi qonun loyihasi degan narsani o'tirib chiqadi. Men mas'uliyatda bo'lganligim uchun bu vaqtda konkret bir narsa ishlayolmadim. Xudoyim bo'lsa keyin shunga bir tafsil qarab chiqib, mana shu yoqda bir qisqacha maqola tayyorlab
biraz qiz tirishman uyga qaytib ketgandan keyin hozircha mana shunday deb qo'yay. Endi vatan haqidagi videolar davomli chiqyotidi. Zumrad Davud singlimiz davomli chiqyotidi. Boshqa kishilar chiqyotidi. Bu qatim bularni xulosalarni ko'rsatmayman. Yana bir telefon menda emas. Menga shu yaqinqi bir qancha hafta mobaynida eng qattiq ta'sir qilgan bir mazmun bor, bir xonimniki degan videosi. Uningda nima qildi desanglar, bir Uyg'ur taksi shoferi, bir Uyg'ur qiz bola oliy maktabniki o'quvchisi o'xshaydi ekan. Uyg'ur qiz bola bilan uniki bir Xitoy mulozimatchisi ikkisini shu boshasiga chiqarib bir mehmonxonaga olib qo'yibdi. Ondan keyin bir soatlar bo'lganda boshqa bir xiridarni to'shib shu mehmonxonaga olib borsa, qiz bola bilan Xitoy mehmonxonadan chiqib o'sha yerdan chiqayotganligini ko'ribdi. Ana shunga oid bu yerda deyilgan gap nima desa, hozir Uyg'ur yigitlarininki ko'p qismi yo'qolib ketib, qizlarimiz yashash vositasidan butunlay ayrilib qolib, shuning bilan o'ziniki badanini setib, hayotini saqlayotgan ahvol. Endi mush qiz bolaning shuniki bir misoli ekan endi. Masalan, ba'zi bir misollarni deganda, uyda kasaljon yashnab qolgan opasi bor, ammo o'ziniki xizmati yo'q. Boshqa hech qanday yashash imkoniyati yo'q. Shuning bilan badanini setib, uydagilarni beqiyotgan ahvol. Andiki bu yerda deyilgan ba'zi sonlar bor. Masalanga, mushtaq bir ish bo'lgan chog'da bu birildigan pul 2000 so'm atrofida ekan. Uniki 1200 so'mini Xitoy mulozimatchi evilib, tunishtirgan Xitoy. Uyg'ur qizga qaragan 800 so'mni berdi ekan. Yaqin qilmish bir ishkatni olgan ekan. Bu ishni kallamdan zodi chiqaramadim. 80-yillari Dolqin Aysaynimiz Xinjiang Universitetida o'qiyotgan, men Yaponiyadagi vaqtimda bir Xitoy Xinjiang Universitetidagi fizika binosiniki bir o'birning ishiga bir milliy ittifoqlik jarayonida men Uyg'ur erlarining hammasini Uyg'ur ayollarining hammasini jihod qilaman degan ashraf bir mazmunda xatni yozib, bu xat keyin Uyg'ur o'quvchilarniki keng ko'lamli namoyish qilishga olib borgan. Endi hozir o'ylab baxsak, shu o'birniki ishiga yozilgan narsa hozir amaliyotda yuz beryotidi, hozir davomlashyotidi. Shunga bu ish odamni bek echindirdi. Uyg'ur millatining bundoq holatda qilib qilishini hech kim faraz qilmagan burun. Hozir shu bizning davrimizda mushtaq ishlar yuz beryotidi. Buning chidamoq bek tas. Bu haqda buni ko'pga qilmayman, o'zimning qalisiga kirib olib ishkatini xili qiynalyapman. Bu haqda mushtilday vatan haqidagi video haqida. Bu yangi so'zlaydigan 3-mazmun Amerika haqida. 8-yangi 7-kuni Amerikaning prezidenti Trump dunyodagi ko'plagan davlatlarga chegara beji e'lon qildi. Aslida ularga 3 oy vaqt bergan, dastlabda bir chegara bejini e'lon qilib, agar buni yaxshiroq bir tap qilman desangiz bizni izdanglar deb. Aslida uqtirib 3 oy vaqt bergan. Bu 3 oyning vaqti tushib endi 7-sida yangi chegara bejini e'lon qildi. Uning umumlik natijasini qaraganda o'zi aktiv bilan Amerikani izlab, ishni hal qilaylik, hal qilaylik deb, anikin Amerika bilan suhbat o'tkazib, mushtaq qilgan davlatlarga chegara bejini ozroq qo'shdi. Bunda qilmay bo'yni qattiq qilgan Amerika bilan biroz tepishgan davlatlarga bo'lsa, chegara bejini yuqoriroq qilyapti. Masalan, buniki ichidagi bir misol Brazilga 50% boj, Hindistonga 50% boj, Shvetsariyaga 39% boj. Shvetsariya g'arb ellari demokratik davlat, unga 39% boj qo'shibdi. Sababi bularni qat'iy Amerikani izlamabdi undan keyin. Undan keyin Kanadaga 35%, Kanada Amerikalar biroz tepishyotdi. Kanadaniki hozirgi boshbaqani yaqinda
Palestinniki davlat bo'lishini e'tirof qilamiz degandek bir narsani dedi. Bu Amerikaning siyosati bilan zid endi boshqa buni Amerika biz bilan tepishayotdi deb tushundi endi. Ashta qilib ular 35% bosh qo'shib shunga o'xshash endi. Amerikalar yaxshi so'zlashib qolgan davlatlarga boshlancha oz qo'shdi, masalan Vyetnam degandek. Bu jihatda Xitoy Amerika o'tirsidagi bu savdo suhbati jihatda hech qanday natija yo'q. Sizlarga men burun degan Xitoy haddidan ziyoda hilmikir bo'lg'achqa har qatim Amerikaga Amerikani aldaydigan gaplarni deb qo'yib qolgan va'dasini hech qaysini ijro qilmay vaqtni so'zib boshqa qilib bular Trump tushib ketishlik boshqa qilamiz deb shunaqa qilyotdi deb tushunaman men. Shunga hozir qadar natija yo'q. Belki bir ig'ir ahvol nima desa, mana shu oz tepildigan metal elementlari, undan keyin davolanish dorilari, undan keyin Amerikaniki harbiy qurol yasash ishlariga ishlatilgan yerim o'tkazgich zapchastlar. Mushu sohada Amerikani Xitoydan ayrilmas qilib qo'ygan. Ashta bo'g'ashqa hozir shu savdo suhbatida har qatim Xitoyga qattiq qo'llab qilaman desa, Xitoy Amerikaning kelini bo'g'yotadi. Amerika hozir amalsiz qilib, mana shu Xitoy o'tkilaridan qatl o'tmaydi hozir. O'tmaydi, shunga yana suhbat bo'lmoqchi. Bu suhbatlar tul bo'lib ketdi. Natija yo'q, yana suhbat bo'ldi ekan. Yaqinda Trump agar Amerika Xitoy bilan bir savdo kelishimiga erisha olsa, men Xitoyni ziyorat qilaman degan gapni dedi yaqinda Trump. Bu yerda Xitoyni ziyorat qilaman degani Shi Jinpingni ziyorat qilaman demadi, unda demadi Xitoyni ziyorat qilaman deb. Endi bunday gaplar yaqinda ko'p bo'lindi. Bu ish rostlamdi bo'lmamdi uqul bo'lmaydi. Chiqib bu gaplar ozishcha turibdi. Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo suhbatidan hech qanday natija yo'q hozirmi. To'rtinchi mazmun xalqaro ahvollar haqida. Tünögün Amerika prezidenti Trump şu 8 yanındaki 15. günü Amerika'nınki Alaska ştatında Rusya prezidenti Putin bilan görüşeceğini aytdi. İctimai taraflarda. Asas maksat Rusya Ukrayna urushini oxirlashtirish. Aslida bu kurashga Ukraynaniki prezidenti Zelenskiy qatnashsin degan dastlabda uningga Putin unimoqqa o'xshaydi. Shuning bilan shu yerda kurashishga o'xshaydi. Endi hozir qadar Rusya Amerikani o'yintib kelyotdi. O'yintib og'ziga jigdi silib, hatto mazax qilib degandek ashaq kelyotdi. Bu urush oxirlashgandek emas. Sizlar biz bilamiz, agar Xitoyniki Rusya bilan bo'lgan munosabatini uzib etmasa, Rusya Ukraynadagi urushni to'xtatmaydi. Hozir eng chong yordamchi bo'layotgan Xitoy. Bu ishni Amerika tushundi deb o'ylayman, lekin nimishqikin mushq kelgan chog'da zada hal bo'lmayotdi. Bu qatam kurashishmi qanday bo'ladi uqilolmaydi. Rusyaniki bu jihatda bu urushni oxirlashtirish niyati qat'iy yo'qdaqlam ko'rindi endi. Ondan keyin yaqinda hozir Hindistonmi Rusya Xitoy bilan birlashib Amerika taqabul qilmoqchi bo'libdi degan gaplar chiqdi necha kun oldida. Men bu yerga tashrif baqdim biroz. Undaq ish yo'q ekan, lekin hozir Hindiston tabiiy gaz, neft tabiiy gazlarni Rossiyadan evatadi. Buniki Rossiyaga bo'lgan iqtisodiy foydasi intayin zo'r. Ashta boshqa Trump Indiyani to'sib kelayotgan, sanani to'xtat, gaz neftni to'xtat Rossiyadan, bo'lmasa urush to'xtamaydi ekan deb kelayotgan. Yaqinda Hindiston bu gapni yana anglamay, bu ishni davomlashtirilganligini e'lon qildi. Shuning bilan hozir Amerikaniki Hindistonga qo'ygan chegara beji 50% endi. Bu ishlar davomlashadi. Lekin u chiqqashkari holda
Rossiya Xitoy bilan ittifoq tuzib olgan ish yo'q ekan Hindistonniki. Lekin bu Amerikadan bo'lgan surkilish davomlashyotadi. Endi 5-chi mazmun Xitoy haqida xabarlarda bor 8-yangi 5-da Xitoylarniki har yili bedaxida ochilgan 2 haftalik amaldorlar yig'ini boshlandi. Hozirgi mo'ljalda bu yig'in 12-dan 16-gacha bo'lgan shu oralikda oxirlashga o'xshaydi. Bu yig'in hozir davomlashyotadi. Endi bu yig'inda o'tirib chiqqan bir alayda ahvol nima deganda Li Chang degan hozir Li Chang degan Xitoy bedaxida so'z qilganda so'zlagan so'zida Xi Jinpingni burunqidek ko'tarmaydi bu qatim. Xi Jinpingni ko'tarish jihatdagi so'ziniki darajasi burunqidan nihoyat tuvan. Shunga mashhur bir ahvol ko'rildi. Li Changmi Saychimi ikkisidan birisi. Li Chang emas Saychiga deyman menimcha. Saychiniki qan so'zida Xi Jinpingni burunqidek ko'tarmaydi. Anikin Tünögön'ü deyman Xinhua Shen'niki bir maqolasi chiqqan. Bu maqolaniki temisi dilamken Xi Jinping muhim yo'liriq berdi deb oldi. Burunqidek Xi Jinpingni yadro qilgan Kompartiya markaziy komiteti deydigan yoki Xi Jinping ideyasi deydigan bu gaplar qat'iy yo'q. Faqat Xi Jinping muhim yo'liriq berdi deb ilinibdi bu maqolada. Bu narsa nimani ko'rsatadi deganda Xi Jinpingniki hozir Xitoy markaziy hukumatidagi o'rnining qanday to'layotganligini ko'rsatadi. Lekin bu jihat kishilarmi hozirmi intayin ziddiyatlik. Qanday ziddiyatlik desanglar, o'tgan bilasizlar, men sizlarga Zhou Yunsha degan Xitoyning gapini ko'p qilib berdim. U Xitoy markaziy harbiy komitetiniki muavin raisi. Xi Jinping rais, bu muavin rais hozir Xi Jinping bilan tepishayotgan oldingi satdagi kishi shu. Oldingi bir mezgilda Xi Jinping o'stirgan harbiy amaldorlarni tutish ishlari xil ko'p bo'lib ketgan. Shu chog'da bu ishlarni shu Zhang Yunsha qilyotidi deyilgan endi. Yaqinda Zhang Yunsha o'stirgan Zhang Yunshaning atrofidagi harbiy amaldorlarniki yo'qolib ketayotgan ahvollari egilishib ketdi. Shunga hozir huquqniki eng beshida zodi kim bor? Kim hukmron o'rnida turyapti degan narsa aniq emas. Har xil gaplar bor. Bu yerdagi gaplar intan qalaymaqon, ikki xil ko'z qarashlarni qo'llaydigan hadislar bor, o'tirib chiqayotgan hadislar. Shunga bu to'g'riliq men yana deyman, buningda bu vaqtda ko'p tashlatish qilib izlanishning hojati yo'q. Bu ishlar aniq bo'ladi. Hozir endi bir qatimki aniq bo'lgan vaqtda 9-3 kuni Beijingda bir cho'ng harbiy paradni o'tish ishi bo'lmoqchi. Shu chog'da ishga kim riyosatchilik qiladi, Xi Jinpingmi yoki Zhang Yunsha degan shu ishda biroz aniq bo'ladi. Andan keyin 10-oyda Xitoy Kompartiya 20-qurultayiniki 4-umumiy yig'ini ochilmoqchi. Bu yig'indami bir qism kishilarni huquq tushirishleri e'lon qilinishi mumkin. Uçalardan biraz köylü bulundu. Ama en ahırki çoğun kürüş Xitoy Kompartiyasındaki 21. qurultayda bulundu. Bu yig'in 2027 yilda ochildi ekan mening anglashimcha. Shu chog'da ishlar texnik aniq bo'ladi. Xi Jinping huquqida turaveramdi yoki tushiratamdi deb. Endi Xi Jinpingniki huquqidan tushib ketishiga bak aldirashniki hojati yo'q. Sababi nima deganda hozir qadar bir Xitoy boshqa tushsa, uningdan yaxshiroqqa chiqib boqmadi. Rahmat. Uningdan yaxshiroqqa chiqib boqmadi. Bu yerdagi asosiy masala Xi Jinpingning o'zi emas. Albatta, Uyg'ur qirg'inchiligidan bevosita tilolgan va uni ijro qilgan bosh jinoyatchi Xi Jinping. Uningda gap yo'q. Lekin buningdan keyingi ishlarda bizga endi bo'lgan ziyon xil og'ir darajada bo'lib qoldi hozir. Endi Xi Jinping hozir tushib ketsa, uning iziga Xi Jinpingdan nacharroq bir odam chiqsa, bizning ahvolimizda yana o'zgarish bo'lmaydi. Shunga bu yerda eng muhim narsa Xi Jinpingniki tushmaslik emas,
Kompartiya hokimiyatiniki o'rilmasligi. Kompartiya hokimiyati o'rilmagichilik bizga yaxshi kun yo'q. Bu bir tüp masala endi. Endi bu yerda muhim o'rin turgan bir narsa, Xi Jinping huquqidan tushib ketmasa, Kompartiya hukumatiniki o'rilishi tezroq bo'ladi. Hozirgi ahvolda. Xi Jinping Xitoyni xili ma'lumotdan qildi, iqtisodini, siyosiy ijtimoiy hamma jihatlardan Xitoyni xili ma'lumotdan qildi. Agar Xi Jinping yana bir mazgil huquqi turpasa, Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki o'rilishi, tizlishidir. Shu nuqtadan aytgan chog'da Xi Jinpingniki taxtdan tushishiga aldirab ketishning hojati yo'q. Aldirab ketish hojati yo'q. Mening o'ylaydigim shunday qildi. Hozir yaqinda Xitoy jamiyatidagi qalaymiqonchiliklarmi xil eg'ilishyapti. Iqtisodiy krizis tufaylidan yaqinda bir cho'ng namoyish bo'ldi. Anikin Xitoyning ichida bu cho'ng namoyishni Xitoylar yana intayin vahshiy bosdi deydi. Bunda ishlar davomlashyapti hozir. Meniki olgan xabarimda Xi Jinping hukumatidan Xitoy fuqarolari chet elliklardanmi bakroq jirkinigan hozir. Xi Jinpingga shuncha o'shib ketgan ahvol borki Xitoyda. Bugungi so'zlagan 6-mazmun, oxirgi mazmun yaqinda olam texnologiyasi sohasida yana bir ish bo'ldi. Bir cho'ng shirkat var, Blue Origin degan shirkat. Bu shirkat bir shaxsiy shirkat. Uni Amazon shirkatiniki xo'jayini Jeff degan kishi qurgan bu shirkatni, hozir shaxsiy shirkat. Ammo bu shirkat SpaceX bilan raqobatlashyapti olam ishlarida. Yaqinda yana bularniki bir cho'ng raketasi bor, New Shepard degan bir raketasi. Ash raketasiga odam tushadigan olam uchiqini qo'ndirib, uningda 6 odamni osmonga chiqib tushdi. Buniki videolari bor, ko'rib baxsanglar bo'ladi. Shu kishilar osmonda shu olam boshida uchib ketayotgan vaqtida tatgan rasmlar, videolar. Men shuning urinishini, shu videoni asliga ko'rib baxsanglar bo'ladi. Bu qitimqi odamlarni osmonga chiqarish 14-qatimligi bo'ldi bu. Hozir qadar bu Blue Origin degan shirkat jami 75 odamni olam boshiga chiqib tushdi. Shunga bu jihatdan tiz bo'lyapti. Bu yerda endi olam salohiyati degandek ishlar bor. Buni hozir dunyodagi bir qancha shirkatlar qilyapti. Blue Origin shuniki birisi. Nihoyatda tiz bu jihatda yurish qilyapti bu ishlarga. Shunga axborot ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu olam texnikasida ajoyib cho'ng yeniliklar bo'lib ketib boradi. Bo'ladi. Meniki bugun tayyorlagan mazmunim shunchalik. Qarasanglar bilsizlar, mana bir Uyg'urniki o'ylisi nihoyatda go'zal. Orqamdagisi anjur, meyalarda analar bor, analar ko'rinib turdi. Shunchalik rohat Uyg'urlarniki o'ylisida o'tirsa. Shunga bir do'stimiz uyga kelgan, men videoni sirtliq qilyaptim. Ovozim ehtimol bek yaxshi chiqmagan bo'lishi mumkin. Men mikrofonni unutib qoldim men vaqtim. Bu demasa, klar qatam ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.